gormonlari, kortizol gormonlari hammasi baland bo'ladi. Mana ertalab ko'zimizni ochamiz-ku, sразу ko'zinglarni ochganingizdan telefonga qaramanglar. O'zi gormon o'smadi, kortizol gormoni, insulin yuqori baland bo'lsa, ming zo'r sport qiling, ming zo'r pitaniya qiling, ming zo'r qanaqadir osiladigan dorichi hammasi bir xil. Qachon gormon normallashadi, qachonki kamida 2 soat sport bilan shug'ullanganingizda, ayniqsa ertalab va kech payt eng zo'ri ertalab kech payt shug'ullanish. Ertalab shug'ullanganimizda kun davomida energiyamiz zo'r bo'lib turadi va gormoni normallashadi. Kech payt shug'ullanishi asosiy narsa kun davomida yegan ovqatlarimiz olgan kaloriyasini yondiramiz. Qachonki defitsit bo'lsa, o'shandagina ozish bo'ladi. Siz o'ylamang, trenirovka payt taroziga chiqdingiz, ozmadingiz, taroziga chiqdingiz, 1 kilo tashladingiz, bu noto'g'ri. Inson trenirovka payti ozmaydi. Inson kun davomida qilgan odatlarini tunda inson uxlagan payti natijasida